Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Durdona, Sabina. Imronbek, Razzoq Imron. Sabina, ismingiz ma'nosini bilasizmi? Ha, qadrli, qimmatli. Durdona, ismingiz ma'nosini bilasizmi? Yo'q. Qaysi faslda tug'ilgansiz? Bahor, qish, Kuz, bahor, Eng yaqin do'stingiz kim? o'zim. Mavluda, Sug'urov degan bola. Dilnavoy, Yoqtirgan mashinangiz? Yelik, Abed. Akalatika bilan o'rdak go'shi. Hali yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Hozircha Nexia 2. 2 ga 2 ni qo'shib yana 2 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Tez javob berishingiz kerak. 6, 6 bo'ladi. 6. 6. Qaysi kasbni egallamoqchisiz? Shifokor. Shu doktorlik kasbi. Mendeleyev davriy jadvalini kim tuzgan? Mendeleyev, Mendeleyev Zulfiya xonim Hamid Olimjonga kim bo'ladi? xotini. turmush o'rtog'i. Turmush o'rtog'i bo'ladi. Turmush o'rtog'i, Eng oxirgi va asosiy savolimiz, eng yaqin insoningizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytishingiz kerak. Ali oyi. Ha, sizni yaxshi ko'raman, shuni aytmoqchi edim. Qaysi masala bo'yicha? Yo, o'zim aytib qo'yadimda, shunchaki. Manam seni yaxshi ko'raman. Aya, Ha. sizni yaxshi ko'raman. Otajon, onajon men sizni yaxshi. Men sizni yaxshi ko'raman. Ha, qanday bo'laman? Alaykum assalom.